Endi men tushimning ta'birini eshitmoqchiman. Qani, tayyor bo'lsangiz, boshlashingiz mumkin. Nima bo'ldi? Biz tushingizni ta'bir qilish uchun ko'p harakat qildik. Yulduzlar turkumlarini birma-bir ko'rib chiqdik. Marhumlarning ruhlaridan yordam so'radik. Shaytonlardan ham yordam so'radik. Shuning uchun tushingizni talqin qilishimiz mumkin. Lekin Biz ta'bir qila olmaydigan tush yo'q, lekin Fir'avnning bu ro'yosi boshqalaridan farq qiladi-da. Janobi oliylari, bu javobsiz jumboq va ko'rinmas qal'aga o'xshaydi. Xo'sh, Yuzarsif, endi sen boshla. Navbat senga. Tushimni talqin qil. Men tushingizni talqin qilmayman. Aksincha tushingizning ta'birini tushuntiraman. Ta'biringga juda ishonyapsan. Buni menga qudratli Xudoyim